Sanoat korxonalari yoki davlat tashkilotlari investitsiyani kiritadi energiya samarador qilish uchun. Misol uchun u ta'mirlash bo'lishi mumkin yoki qanaqadir uskunani hisobidan tejalishi mumkin. U investitsiyani kiritadi va o'sha kiritilgan investitsiyadan, o'sha tejalgan miqdordagi energiyadan u investitsiyani qoplash kerak va agar qoplay olmasa, ESCO korxonasi uni qoplab beradi. Bu birinchi modeli. Ikkinchisi bu shared saving deyiladi bu. Ba'zi holatlarda qisman yoki to'liq ESCO korxonasi tomonidan moliyalashtiriladi. Buyurtmachi tomonidan o'sha ESCO korxonasini sarflagan investitsiyalari ma'lum bir muddat oralig'ida qoplab beriladi. Ya'ni o'sha investitsiyani to'liq qoplanguncha o'sha energiya sarfidan tejalgan mablag' ESCOga yo'naltiriladi. Uchinchisi bor pay as you share. As you save. Bu degani qancha tejalsa, shuncha o'sha buyurtmachi foydani olib ketaveradi. Shu uchta tamoyil bo'yicha hozircha ishlanyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Aynan mana shu dasturga qiziqayotganlar soni talaygina va ularning aksariyatidan kelib tushayotgan savol borki, biz birinchi navbatda qayerga murojaat qilishimiz kerak? Aniq manzillar yoki aniq ishonch telefon raqamlari bormi va bizga aniq to'liq ma'lumotni, imkoniyatlar haqida ma'lumotni qayerdan olsak bo'ladi? Ko'l markazlar yoki hududlarda mana shunday alohida bir markazlar faoliyati yo'lga qo'yilganmi deyilyapti. Albatta, ya'ni platforma yo'lga qo'yilgan esma.uzex.uz platforma orqali. Bundan tashqari Ko'l markazi yo'lga qo'yilgan va bugungi kunda o'sha ta'kidlab o'tganlaridek prezidentimiz farmoni bilan har bitta hududda loyiha ofislari ya'ni tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Bu orqali o'sha aholiga yaqinroq, ya'ni o'sha uzoq hududlarga ham bu masalalarni yetib borishi, bu narsani ishlashi ko'zda tutilgan. Nimaga? Chunki energiya samaradorligini nafaqat aholi yashaydigan binolar, bu asosiy o'sha agentlikka vazifalardan yana bittasi bu ijtimoiy soha obyektlari. Bu bolnitsa, shifoxona, bog'cha, maktab va boshqa shunga o'xshash ijtimoiy soha obyektlarini ham energiya samarador qilish, buning natijasida iqtisodiy, ya'ni iqtisod qilishimiz, budjetga o'sha ijtimoiy soha obyektlariga ajratiladigan budjet mablag'larini iqtisod qilish, lekin shu bilan birga rivojlantirish. O'sha uzoq hududlarda, masalan, issiqlikdan bilamiz muammo, elektr energiyasidan muammo, maktablarda, bog'chalarda, ana o'shalarni rivojlantirish asosiy maqsad qilingan. Bundan tashqari o'sha hududlardagi mavjud banklarga ham murojaat qilsa bo'ladi bu borada. Albatta. Yana bir savol borki, bu yerda narx-navo borasida. Ya'ni bugun o'rnatilayotgan elektr energiyasi, o'sha quyosh xonadonlar qanchalik ularning narxi alohida belgilangan, o'sha davlat tomonidan olinadigan elektr energiyasi bilan narxi tafovuti qanchalik va umuman olganda o'sha birgina 20 million yoki 25 million so'mlik o'sha quyosh panellarini o'rnatish bu butun boshli xonadonni elektr bilan ta'minlab berish imkoniyatiga egami degan savollar bor. Hozir boya ham aytgandik, 5 kilovatlik quyosh panel 7000 kilovat soat tok beradi. Bu bitta oddiy, misol uchun namunaviy oladigan bo'lsak, 10 sotixli shu yerda 5 xonadan iborat, ichida konditsioneri bor, bitta yoki hamma muzlatgichi bor, mikrovalnovka to'lqinlari bor. Hamma dastlabki aholi uchun kerak bo'lgan jihozlar bilan, maishiy texnikalar bilan jihozlangan xonadon uchun 5 kilovatli hisob qilganimizda bemalol yetadi. Qish mavsumida ham shunday imkoniyatni beradimi? Qish mavsumida ham yetadi. Chunki to'g'ri, biz hozir aytdik-ku, bir oyda yoz vaqtlari quyosh panelidan birinchi o'rinda quyoshning ko'pligi va kunda uzunligi hisobiga ko'proq generatsiya bo'ladi. Ko'p elektr energiya ishlab chiqariladi. Lekin qishda bu narsa qisqarligi va kun ko'proq yomg'irli yoki qorli bo'lgan hisobiga kamroq bo'ladi. Lekin baribir ham o'sha 5 kilovat shu oddiy xonadon uchun bugungi kunda yetadigan deb hisoblanyapti. Lekin endi u yerda biz nima deyapmiz? Yana hozir energiya auditor degan jumlani ishlatdik. Bu kim o'zi? Energiya auditorni ko'pchilik tushunmasligi uchun. Energiya auditor bu uyda, binoni borib o'shani, xuddi doktorga siz borsangiz, doktor sizga tashxis qo'yib beradi-yu, o'sha xuddi shunaqa bu binoni doktori. U mutaxassis, o'zini maxsus apparatlar bilan borib, xonadonda, misol uchun qish vaqtlari issiqlik qayerdan chiqib ketyapti, teplovizor bilan tekshirib ko'radi. Bu xonadonda oxirgi 3 yilda elektr energiya va gazdagi iste'molni o'rganib ko'radi. Bu xonadonda isitish tizimini o'rganib ko'radi va unga zamonaviy energiya samarador qozonlarda maslahat beradi. Yoki misol uchun siz bilasizmi, xonadoningizga necha kilovatli quyosh panel qo'yish kerak? Ko'pchilik bilmaydi. O'sha energiya auditor mutaxassis u xonadonga zarur bo'lgan quvvatdagi quyosh panellarini hisoblab beradi. Hamma jihatdan o'rganiladi demak. Puliga energiya pasport qilib beradi. Ya'ni energiya audit xulosasi beradi. O'shanda fuqaroning qo'lida o'zi xonadoni bo'yicha to'liq ma'lumot bo'ladi. O'sha ma'lumot asosida keyin bu energiya samaradorlik qilish bo'yicha choralarni ko'radi. Bu yerda yana banklar ham bor. Biz banklar bilan 12 ta bank bilan bugungi kunda
respublikani barcha viloyatlarda filiali bor banklar bilan hamkorlik qilganmiz. Banklarda yashil kreditlari mavjud. Ular bilan bizning tizim platformamiz bilan va ularning banklarda tizimi bir-biriga integratsiya qilingan. Narxlar borasida-chi, ya'ni sotish borasidagi o'sha biz odatlangan elektr energiyasi bilan bugun quyosh o'sha xonadonlardan chiqayotgan elektr energiyasi o'rtasidagi narxlar qarang, tafovut. mana bunaqa. O'z analiz tahlillar qilib ko'rdik. Quyosh panellari endi O'zbekistonga kirib kelgan vaqtda endi 1 vati o'sha vaqtda 40 sent, 45 sent bo'ladi. Bunda 2 yil oldin. Bugungi kunda o'sha narx 15 sentga tushgan. Pasaygan. Ya'ni hozir kunda quyosh panellari narxi eng yaxshi narxga tushgan, eng arzon paxtaga tushgan. Bundan foydalanib qolishga. Shuningdek, bedov subsidiya berilyapti. Bu ham har doim bo'lmaydi. Subsidiyalar ham boshida bo'ladi. O'shaning uchun aholiga aytib qolardiki, bu imkoniyatdan foydalanib qolishni maslahat berardik. Va quyosh panellarining bugungi kundagi narxi bu eng narxi arzonlashgan va eng yaxshi muqobil vaqtiga kelgan hozirgi kunda. Bizni nafaqat markazlarda, balki chekka hududlarda ham kuzatishadi. Yana bir savol borki, bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra deyishyaptiki, quyosh panellari agar shahar markazlari yoki tuman markazlarida ulanadigan bo'lsa, ortiqcha elektr energiyasini sotish borasida muammolar bo'lmaydi. Ya'ni yonimizdagi maktabga yoki yonimizdagi o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti yoki shunga o'xshaganlarga bersak bo'ladi. Lekin chekka hududlardagi xonadonlar, qo'shnimizga yoki shunga yaqin bo'lgan hududlarga sotish borasida bizda muammolar bo'lmaydimi degan savolni to'g'ri savol bergan, o'rinli savol. Bu yerda qarang, mana bunaqa. Quyosh panellaridan kelayotgan energiya auditor deyapmiz-ku. Hozir siz misol uchun quyosh panel qo'ymoqchi bo'lsangiz, siz ariza qoldirganingizdan keyin hududiy elektr tarmoqlari sizni kelib o'rganib ko'radi. Ya'ni tizimga siz quyosh panelidan o'rnatganingizdan keyin o'zingizdan ortgan elektr energiyani tizimga yo'naltirasiz. Tizim o'sha vaqtda ko'tarib olish qobiliyati bor, quvvati bor unda. Misol uchun har bitta mahallada transformator punktlari bor. O'shalarni quvvatdan kelib chiqqan holda sizga o'rganib ko'radi. Siz haqiqatan quyosh panel o'rnatsangiz bo'ladi, tizim ko'tara oladi deydi. Agar tizim ko'tarmasa, bu har xonadon ham qo'ya olmaydi uni. Tizim ko'targanlarga o'rnatib beriladi ekan. Chekka hududlarda esa to'g'ri, hozir ko'p joylarda transformatorda quvvatdan kelib chiqqan holda o'sha mahallaga quyosh panellarini o'rnatish quvvati belgilanib beriladi. Bunda mutaxassislar o'zi fuqaro bizga ariza qoldirgandan keyin hududiy elektr tarmoqlarining mutaxassislari o'rganib, tizim bo'yicha xulosalar beradi, texnik shartlar beradi. Rahmat. Bundan tashqari aytishyaptiki, o'sha subsidiyalar haqida gap ketyapti va bu subsidiyalarda yana qo'shimcha imtiyozlar bormi? Ya'ni nogironligi bo'lgan, boquvchisi yo'q, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki qariyasi bor xonadonlar uchun ham mavjud banklardagi mavjud subsidiyalardan tashqari yana qo'shimcha imtiyozlar mavjudmi? Kreditlarni to'lash borasida. Qarang, biz hozir subsidiyamiz haqida gapirdik. Energiya samaradorlik milliy agentliginiki bu aholini har kim boy, kambag'al hammasi bundan bemalol foydalanishlari mumkin. Ijtimoiy statusdan kelib chiqqan holda emas, bu yerda hamma olishi mumkin. Ikkinchisi, to'g'ri, lekin davlatimizda hozir ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi bilan qo'llab-quvvatlash jarayoni ketyapti. Hurmatli prezidentimizning 25-yil dekabr oyidagi qarorlariga asosan ijtimoiy statusini belgilab berildi. Shuning uchun ya'ni nogironi bor xonadonlar va ularda ishlaydigan aholisi bo'lmasa xonadonda o'shalarga davlatimiz tomonidan 7 va 10 kilovatgacha quyosh panellari davlat tomonidan ijtimoiy himoya agentligi tomonidan o'rnatib berilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. O'zbekiston 2030 strategiyasida ham yashil iqtisodiyotga o'tish borasida bir qator tashabbuslar ilgari surilgan. Demak, biz mana shunday energiya tejovchi imkoniyatlardan, yashil uylardan foydalanish orqali nafaqat o'zimizga yaxshigina daromad olishimiz, bundan tashqari iqtisodiyotga yuqorida ta'kidlaganingizdek ekologik jihatdan ham yordam berishimiz mumkin bo'ladi va buning kelajagini biz qanday ko'ryapmiz? Ya'ni raqamlar o'z isbotini ko'rsatib turibdi. Kelgusida biz qaysidir ma'noda bu imkoniyatlarni 100% ga yetkaza olamiz degan bir harakatlar bormi? Bu borada targ'ibot masalasi yoki shunga o'xshash borada kimdan bir essak bor? Albatta, bu bo'yicha agentligimiz targ'ibot ishlarini amalga oshirmoqda. Kerak bo'lsa hududlar, ya'ni mahallabay ishlash tizimlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni mahallalargacha, kerak bo'lsa xonadonlarga kirib ularda. Biz faqatgina quyosh panelini o'rnatib ketmayapmiz. Biz hokim yordamchilar bilan hamkorlikda u o'rnatilganligini tasdiqlayapmiz ham. Va keyinchalik u energiya auditorlar u auditni to'g'ri amalga oshirdi. Uni joylarga chiqib o'rganmoqdamiz. Ularning energiyasi yana bitta muhim narsani aytib o'tishimiz kerakki, biz bir narsani bilishimiz kerak, energiya tejash bilan energiya samaradorligining farqi. Ya'ni bunda energiya tejashda masalan biz
ishlatayotgan elektr energiyamizni o'chirib qo'ysak, u energiya tejalishi mumkin. Lekin u samarali foydalanilmaydi. Ya'ni biz bitta maqsadga erishishimiz uchun bir xil energiya ishlatishimiz mumkin, lekin uni biz masalan qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan olishimiz bu energiya samaradorligi hisoblanadi. Ya'ni yana bitta buni aniqlashtirib aytaman. Masalan, biz uyimiz bor, uni qishda isitishimiz kerak. Oddiy bir uyni olaylik, qishloq sharoitidagi uy yoki aholi hozirgi xonadonni olaylik, unda hech qanaqa issiqlik izolyatsiyasi qilinmasa yoki nima deydi, eshik romlari, deraza romlari to'g'ri o'rnatilmasa, unda issiqlik yo'qotishlari ko'payadi. Ya'ni bu yerda issiqlik energiyasini ishlab chiqarish uchun energiya ko'p sarflanadi. Va natijada bu yerda energiya samarasiz ishlatiladi. Endi bizda tasavvur qilaylik, hozirda quyosh paneli qo'ydirmadik, teplanasosimiz yo'q, yelak kollektor qo'ydirmaganmiz. Endi bir energiya samarador uyni olaylik. Endi unda birinchi navbatda issiqlik izolyatsiyasi bilan qoplangan, unda deraza va romlar, o'sha eshikda derazalarning romlari to'g'ri o'rnatilgan, u yerda issiqlik chiqishlari, ya'ni issiqliklarni o'tishi yo'q va eng muhimi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etilishi orqali boyaga yuqorida aytgan ZEP degan konsepsiyamizga erishishimiz mumkin. Ya'ni bunda ham energiyani samarador ishlatamiz. Ya'ni biz maqsadimizga erishish uchun bizga kerakli energiya bor qayta tiklanuvchi manba hisobidan va biz ko'p sarflamayapmiz uni, chunki issiqlikni energiyasini izolyatsiya qilish orqali uni nima deydi, masalasini yechdik. Endi keyingi masala bizda elektr energiyasini boya nima deydi, o'zimizning byudjetimiz uchun sotishimiz yoki masalan tarmoqqa uzatishimiz mumkin. Mana bu ishlarni har bittasini amalga oshirishda targ'ibot muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yana bir muhim savol borki, yuqorida ta'kidlab o'tildi, berilayotgan imkoniyatlar, subsidiyalar, bundan tashqari o'sha birgina xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlash borasidagi imkoniyatlar va aynan mana shu loyihaga qiziqayotganlar borki, ular nafaqat bu imkoniyatdan foydalanish, balki foyda olishni ham ko'zlashadi. Birgina mana shu quyosh elektrlarini, quyosh panellarni o'rnatish orqali biz qachon o'zini oqlaydi degan savolni o'rtaga tashlamoqchimiz. Qancha muddat kerak bo'ladi aynan foydaga chiqish uchun, yaxshigina bir daromadni qo'lga kiritish uchun qancha muddat kerak bo'ladi o'rtacha hisobda? 1 yil, 2 yil, 3 yil. Bitta 5 kilovatli quyosh paneli bo'yicha gapirib berdim. Shu 5 kilovatli quyosh paneli narxi 20-21 million atrofida. Biz uni 20% ni qoplab beramiz. 4 millionni 16-17 million so'm miqdoridagi pul bo'ladi. Uni o'zini ehtiyojiga agar 200-300 kilovat atrofida har oyda iste'mol qiladigan bo'lsa, uni 1 yillik xarajati 3,5 ming atrofida kilovat soat bo'ladi. Quyosh paneli qo'yilgandan keyin o'sha 3000 kilovat soatni ham quyosh panelidan oladi. Shuningdek, davlatga aytgandek 5 kilovatli quyosh panel bir yilda 7000 kilovat soat tok ishlab chiqaradi. Demak, davlatga 3000 kilovat atrofida, 2,5 kilovat atrofida elektr energiya sotish imkoni bo'ladi. U degani bir yilda umuman shu o'zini elektr energiyasidan tashqari davlatga sotish hisobiga 7 million so'm daromad ko'rish imkoni mavjud. Bu o'shani hisoblab ko'rsatadigan bo'lsa, общий xarajatimiz 17 million atrofida bo'lsa, bu 2,5 yil, 3 yil atrofida o'zini qoplaydi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Shuningdek, yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Ko'pchilikka, aholiga qiziq bo'ladigan narsa, quyosh paneli o'rnatgandan keyin hukumatimiz tomonidan bilasiz, xonadonlarda yer va mulk solig'i to'lashadi. O'sha bir yilda 2 marta, aprel va oktyabr oylarida. Agar quyosh panelini o'rnatgan fuqarolar o'rnatgandan keyin hududiy elektr tarmoqlarida ma'lumotnoma beradi, quyosh paneli o'rnatilgan deb, soliq organlariga murojaat qilsa, 3 yil davomida yer va mulk solig'idan ba'zi hisoblash miqdorini 3 baravar, ya'ni yer solig'i bo'yicha ba'zi hisoblash miqdorini 1 baravarda 412 ming, mulk solig'i bo'yicha ba'zi hisoblash miqdorini 2 baravarda 824 ming. Jami 1 yilda 1 million 236 ming so'm davlat tomonidan imtiyoz mavjud. Bu 3 yil davomida qo'llaniladi. Agar quyosh panellarini akkumulyatorlar bilan o'rnatadigan bo'lsa, 25% akkumulyator bilan o'rnatilgan bo'lsa, unda bu ushbu 3 yil emas, 10 yilgacha cho'zaytiriladi. Soliq imtiyozlarini ko'pchilik bilmaydi, o'shandan foydalanishlarini maslahat berardik. Demak, mana shunday imkoniyatlarni ham taqdim etadi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bugun tok-shouimiz orqali aynan o'zbekistonliklar uchun quyosh panellarini o'rnatish uchun qanday imkoniyatlar, kreditlar berilyapti degan savollarga to'liq ma'lumot berdik deb o'ylaymiz va bu imkoniyatlardan foydalanish sizga mana shunday yuqorida ta'kidlanganidek kerakli bo'lgan imkoniyatlarni, imtiyozlarni taqdim eta olar ekan. Renessans minbarida dushanbadan jumaga qadar mana shunday muhim bo'lgan mavzularni muhokama qilishga doimo tayyormiz. Xayr, salomat bo'ling.